Assalomu alaykum. Bu yana biz bilgan va bilmagan tarix loyihasi. Bugun siz bilan dunyodagi 3 buyuk diniy yodgorlik haqida gaplashamiz. Quddusdagi Al-Aqso masjidi, Vatikandagi Avliyo Pyotr sabori va Samarqanddagi Shohizinda majmuasi. Al-Aqso masjidi islomdagi 3-muqaddas maskan hisoblanadi. Qur'oni Karimning Isro surasida tilga olingan eng uzoq masjid aynan shu joyda. Rivoyatlarga ko'ra, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Miroj kechasida Makkadan Quddusga, Al-Aqsoga kelib, shu yerdan osmonga ko'tarilganlar. Masjid joylashgan majmua maydoni qariyb 144 ming kvadrat metrni tashkil etadi va bir vaqtning o'zida minglab insonlarni sig'dira oladi. Al-Aqso masjidi nafaqat musulmonlar uchun muqaddas maskan, balki butun dunyo tarixi uchun ham muhim markaz hisoblanadi. Vatikan hududida joylashgan Avliyo Pyotr sabori dunyodagi eng yirik cherkovlardan biridir. Uning qurilishi 1506-yilda boshlangan va 1626-yilda yakunlangan. Sabor ichida bir vaqtning o'zida 60 ming kishi sig'ishi mumkin. Bu yerning eng mashhur qismi Michelangelo tomonidan yaratilgan ulkan gumbaz va Pieta haykalidir. Shuningdek, sabor ostida Iso alayhissalomning havoriylardan biri bo'lgan Avliyo Pyotrning qabri joylashganligi aytiladi. Shu sababli bu maskan katoliklar uchun eng muqaddas ziyorat joylaridan biri hisoblanadi. Samarqanddagi Shohizinda majmuasi 9-asrdan boshlab shakllangan bo'lib, Timuriylar davrida yanada kengaytirilgan. Majmua hududida 20 dan ortiq maqbara joylashgan. Ularning eng mashhuri Husan ibn Abbos maqbarasidir. Rivoyatlarga ko'ra, u payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning amakivachchasi bo'lib, islom dinini yoyish uchun Samarqandga kelgan. Shohizinda so'zi tirik shoh degan ma'noni anglatadi. Majmua o'zining moviy rangli gumbazlari, nozik naqshli ko'rinishlari bilan mashhur bo'lib, ko'plab sayyohlar uni osmondan tushgan shahar deb ta'riflaydi. Xulosa qilib aytganda, Al-Aqso masjidi musulmonlar uchun muqaddas maskan, Avliyo Pyotr sabori xristian dunyosining markazi, Shohizinda esa O'zbekiston tarixining bebaho durdonasidir. Siz qaysi diniy yodgorlikni ko'rishni xohlardingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.